Jigarlar, bu qanaqa telefon deb o'ylaysizlar? Poco X7 Pro o'sha PUBG ning ajali, zaryad bo'yicha hamma programma bo'yicha Yandex akalarimiz uchun hozir bu telefonni biz arzon telda juda narxini sindirdik. Juda. Moskvada bunaqa narx yo'q. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, shunday kommentariyaga narx so'zini yozing yoki bo'lmasa Instagram shapkasiga kirsangiz Telegram bor. Telegram shuni o'tsangiz narxlarni ko'rasiz. Jigarlar, biz ungacha bitta obzor qilib beramiz sizlarga. Jigarlar, buni batareykasiga keladigan bo'lsak, 6500 mAh, 90 vattlik bistraz zaryadkasi bor. Bu degan sizga bemalol bir kunga yetib beradi zaryadkasi. O'yin o'ynaysiz, Yandex ishlatasizmi, navigator ishlatasizmi, bir kunga zaryad yetib beradi va 30 minutda 32 minutda telefon zaryadi 100% bo'ladi. Tak, buni ultrasiga keladigan bo'lsak, MediaTek Dimensity Ultra 8400 Ultra. Tasavvur qilyapsiz. Atak normalni 120 Hz yangilanish tezligi bor. Buni kamerasi 50 megapiksel. Qarang, kamera qanday chiroyli joylashgan. Ko'rdingizmi? 3 xil rangida. Rangini ko'rdingizmi? Bir-biridan chiroyli. Qora rangi, havo rangi va sariq qora. Yandex ishlar uchun zo'r. Jigarlar, bu telefonni bosib olish kerak. Suvdan, changdan himoyasi bor. IP68. Bunaqa telefon hali chiqmagan. Bitta Honor chiqqan, Honordan keyin Poco o'z telefonini zo'r chiqarib qo'ygan. Juda ham chiroyli, ko'rdingizmi? Tashqi ko'rinishlarni ko'ryapsizmi? Qanday ishlangan. Tepa, pastda kolonkalari bor. Ko'rdingizmi? O'shaning uchun tez bitta like bosib, shu videoni telefon olaman deb akalarga jo'natib qo'ying.